Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Rossiya Konstantinovga egallanganini e'lon qildi. Putin buni strategik g'alaba deb atadi. Samarqand Urgut temir yo'li o'tgan daryo dambasi o'pirilib tushdi. Holatga izoh berildi. O'zbekiston delegatsiyasi Ali Xomaniy bilan vidolashuv marosimida ishtirok etdi. Erkaklar, tan oling, ba'zan telefoningizning quvvati siznikidan uzoqroq yetib qoladimi? Kayfiyat joyida, niyat joyida, lekin energiya yetishmayaptimi? Ayolingizni yana bir bor ko'nglini zabt etishni xohlaysizmi? Shunda ko'plab erkaklar tanlayotgan Vulkan haqida o'ylab ko'ring. Erkaklar salomatligini qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan mahsulot. Jinsiy quvvatingizni ham yuqori darajaga olib chiqadi. Va eng yaxshi yangilik hozir 30% chegirma. O'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotmang. Vulkan faol va ishonchli hayot sari qadam. Hoziroq buyurtma bering. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Rossiya Konstantinovga egallanganini e'lon qildi. Putin buni strategik g'alaba deb atadi. Rossiya Mudofaa vazirligi 4-yil kuni prezident Vladimir Putinga Rossiya qo'shinlari Ukrainaning sharqidagi Donetsk viloyatida joylashgan Konstantinovka shahrini nazoratga olgani haqida hisobot berdi. Mazkur shahar Donetsk viloyatidagi muhim mudofaa va transport markazlaridan biri hisoblanadi. Bu haqda Reuters xabar bermoqda. Qo'mondonlik punktiga tashrif aks etgan videolarda Putin yuqori martabali harbiy qo'mondonlarning hisobotini tinglab, Konstantinovkaning egallanishini muhim strategik yutuq sifatida baholadi. Shuningdek, u Ukrainaning uzoq masofaga zarba beruvchi qurollari, ayniqsa Rossiyaning neft sanoati obyektlariga hujumlari kuchaygani sababli xavfsizlik zonalarini kengaytirish zarurligini ta'kidladi. Ukraina tomoni Rossiyaning Konstantinovga egallangani haqidagi bayonotiga hozircha izoh bermadi. Rossiya qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimovning aytishicha, Janubiy qo'shinlar guruhi Donetsk viloyatini to'liq nazoratga olish bo'yicha hujum operatsiyalarini davom ettirmoqda. Moskva Donetsk va Lugansk viloyatlarini o'z ichiga olgan Donbas mintaqasini urushdagi asosiy maqsadlardan biri deb hisoblaydi. Qo'shinlar guruhi Slavyansk, Kramatorsk, Konstantinovka mustahkamlangan mudofaa hududidagi dushmanning asosiy tayanch nuqtalaridan biri bo'lgan Konstantinovka shahrini ozod qildi, dedi Gerasimov. Rossiya harbiylari avval ham Konstantinovkaning ayrim qismlari nazorat ostiga olingani haqida xabar bergan edi. Shahar Ukraina mudofaasidagi eng muhim istehkomlar tizimining bir qismi sifatida qaraladi. Putin Konstantinovkani Donbassning muhim transport tuguni va yirik sanoat markazi deb atadi. Rossiya Mudofaa vazirligi Telegramda Konstantinovkadan olingani aytilayotgan suratlarni e'lon qildi. Ularda vayron bo'lgan binolar fonida Rossiya bayrog'ini ushlab turgan harbiylar tasvirlangan. Gerasimov shuningdek Rossiya qo'shinlari Konstantinovkadan qariyb 70 kilometr shimolda joylashgan Liman shahri tomon ham yaqinlashayotganini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, bu shahar keyingi hujumlar uchun muhim logistika va strategik ahamiyatga ega. Rossiyaning shimol qo'shinlari guruhi qo'mondoni Yevgeniy Nikiforov esa Ukraina dronlarining Rossiya neft obyektlariga zarbalari va yoqilg'i taqchilligiga sabab bo'layotgan hujumlarni to'liq to'xtatishga hali erishilmaganini tan oldi. Dushman fuqarolik infratuzilmamizga qanchalik ko'p hujum qilishga urinsa, qo'shni hududlarda tashkil etiladigan xavfsizlik zonalari shunchalik keng bo'ladi, dedi Putin. Nikiforovning ta'kidlashicha, Rossiya qo'shinlari Xarkov va Sumy viloyatlarining chegaradosh hududlarida ham oldinga siljishni davom ettirmoqda. Moskva ushbu yo'nalishlarda bufer zonalarni kengaytirish tarafdori ekanini bildirib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va boshqa rasmiylar esa yil boshidan buyon Rossiya qo'shinlarining sharqdagi hujumi sezilarli darajada sekinlashganini, Ukraina armiyasi esa ayrim hududlarni qaytarib olganini ma'lum qilgan. Putin esa bu bayonotlarni rad etib, ularni mavjud bo'lmagan muvaffaqiyatlarni namoyish etishga qaratilgan axborot kampaniyasi deb baholadi. Samarqand Urgut temir yo'li o'tgan daryo dambasi o'pirilib tushdi. Holatga izoh berildi. Samarqand viloyati Toyloq tumanida temir yo'l ustidan o'tgan daryo dambasi o'pirilib tushdi. Ma'lum bo'lishicha, suv yuvib ketgani sabab reyslar tayansiz qolgan. Hodisa Do'stlik mahallasi hududida temir yo'lning Zarafshon daryosi yoqasidan o'tgan qismida sodir bo'lgan, deya xabar berdi Kunuz. Daryo suvi reyslar ostidagi tuproqni yuvib ketgani tufayli temir yo'lning ma'lum qismi foydalanishga yaroqsiz holga kelgan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'pirilish 2025-yil noyabrda
prezidentga taqdimot qilingan Samarqand-Urgut temir yo'l tarmog'ining bir qismida yuz bergan. Mazkur liniya qurilishi 10 oyda tugatilgandi. Temir yo'l uzunligi 55 kilometr ekani ma'lum qilingan. Loyiha doirasida 2 ta vokzal, Urgut iqtisodiy zonasida 2 ta yuk stansiyasi hamda bir qator ko'priklar barpo etilgan. Yo'nalish Samarqand shahri, Jomboy, Pastdarg'om, Toyloq va Urgut tumanlari aholisi uchun xavfsiz va zamonaviy transport xizmati taqdim etishi bildirilgan. O'zbekiston temir yo'llari ajich holat yuzasidan rasmiy ma'lumot berdi. Qayd etilishicha, 3-yil kuni Samarqand-Urgut temir yo'l uchastkasining ma'lum qismiga zarar yetgan. Bunga so'nggi kunlarda O'zbekiston va Tojikistonning tog'li hududlarida kuzatilgan kuchli yog'ingarchilik sabab bo'lgan. Kuchli yog'ingarchilik oqibatida Zarafshon daryosida suv sarfi odatdagi 80-100 metr kub soniyadan 300 metr kub soniyagacha ko'tarilgan. Natijada daryo qirg'oqlarni yuvib, ayrim joylarda o'zan yo'nalishini o'zgartirgan. Kompaniya ma'lumotiga ko'ra, daryo o'zani temir yo'lga yaqin hududlarda 30-40 metrgacha kengaygan va qirg'oq bo'yidagi temir yo'l infratuzilmasiga zarar yetkazgan. Bunday gidrologik holat ushbu hududda so'nggi 20 yil davomida kuzatilmagani aytilmoqda. Hozirda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida daryo qirg'oqlarini xarsang toshlar bilan mustahkamlash ishlari olib borilmoqda. Daryoga 15 ta maxsus texnika jalb qilingan. Tiklash ishlari uchun 30 ta dumkar vagon orqali xarsang toshlar yetkazib berilgan. Bundan tashqari qurilish materiallari ortilgan yana 130 ta dumkar vagon hududga yo'naltirilgan. O'zbekiston temir yo'llari poyezdlar harakatining uzluksizligini ta'minlash va temir yo'l qatnovi qisqa muddatda to'liq tiklash bo'yicha zarur choralar ko'rilayotganini bildirdi. O'zbekiston delegatsiyasi Ali Xomaniy bilan vidolashuv marosimida ishtirok etdi. 3-yil kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddin Ismoilov boshchiligidagi delegatsiya Eronga borib Ali Xomaniy motam marosimida qatnashdi. Bu haqda Mehr agentligi xabar berdi. Eron va Iroqda mamlakatning marhum oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomaniy bilan vidolashuv marosimlari 4-9 iyun kunlari o'tkazilishi belgilangan. Turkiya vitse-prezidenti, Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan, Turkmaniston sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov, Iroq prezidenti Nizar Amidi, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon, Gruziya prezidenti Mixail Kavelashvili, Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yermek Koshirbayev, Qirg'iziston parlamenti raisi Marlen Mamtaliyev ham vidolashuv marosimida ishtirok etish uchun Eronga kelgan. Xomaniyning jasadi Imom Xameyniy al-Masalla majmuasida saqlanmoqda. Marosimlarda 12 milliondan 20 milliongacha odam ishtirok etishi kutilmoqda. Bu Eron tarixidagi davlat miqyosida o'tkazilayotgan tadbirlar ichida eng yirigi hisoblanadi. U ziyoratchilar uchun minglab lagerlar tashkil etish, 1 milliondan ortiq xorijdan kelgan mehmonlarni joylashtirish, Tehron markazi bo'ylab odamlar oqimini tartibga solishni o'z ichiga oladi.